Siz ham hozir men qotgan xatoni qilyapsiz. Siz ham eng zamonaviy kotyol va radiatorlar orqali uyingizni isitishga harakat qilyapsiz. Lekin uyingiz izolyatsiya qilinmagan. Ustimizga qalin kiymasdan turib isin olmaganimizda, uyimizni to'g'ri izolyatsiya qilmasdan turib, uyga har qanaqa radiator bilan isitib bo'lmaydi. Biz sizga nima tavsiya qilyapmiz? Zamonaviy, tez teriladigan, asosiysi izolyatsiya qiladigan, issiq, sovuq, ovoz izolyatsiyasi, gidroizolyatsiya qiladigan polistirol bloklarimizni tavsiya qilamiz. Bu polistirol bloklarimizda sostavida polistirol granulasi bo'lganligi uchun 100% ekologik toza hisoblanadi. Buni bir necha bor biz test qilib berganmiz. Otib ham, yorib ham, isitib ham, sovutib ham issiq sovuq xizmatligini, mustahkamligini, narsa qotirsa bo'lishini isbotlab ko'rsatib berganmiz. Aka, siz hali ham shu ma'lumotlardan bexabar bo'lsangiz, profiliga obuna bo'lmagansiz aka. Men tushunmayman. Biz ishlab chiqaruvchimiz aka. Biz sizlarga har doim mahsulotni oddoga, uylargacha borib, ko'rsatib, qancha bittuga mahsulot ketish haqida ma'lumotlarni to'liq beramiz. Hali ham obuna bo'lmagansiz aka. Videoga bitta like bosib qo'yasiz agar foydali bo'lgan bo'lsa va obuna tugmasini bosib qo'ying, chunki bu siz uchun foydali hisoblanadi. Aka, bu bloklarimizdan bir donasi 18 ta 20 ta g'ishni o'rnini bosadi. Siz bitta terganda 18 ta 20 ta g'ishni to'g'ridan-to'g'ri terib ketayotgan hisoblanasiz. Asosiy afzalligi bu bloklarimizni izolyatsiya qilishi. Ya'ni siz bemalol uyingizni oddiy kichkina radiator orqali shu bloklardan qurgan bo'lsangiz, osongina isita olishingiz mumkin. Xullas aka, biz sizga qo'limizdan kelgan tushuntirishga harakat qildik. Yana to'liqroq ma'lumotni mana pastda raqam qoldirganmiz, o'sha telefon qilasiz. Eng asosiysi aka, sizni issiq sovuqni o'ylayotganida yomon gumonda bo'lmaysiz. Assalomu alaykum.